Bo'ldi, ketdik. Aha. Usta bolalar mana shtika-turkalarni qilyapti. Sharxoli usta bolalar, qora ko'rpali. Onasi va Orifjon bosh rollarda, tepada Sardorbek. Oxirgi tomon mashet qoldi. Suvag'imiz 2 etajli binoyimiz. Lesada baland ishlayapti. Arqon baylab qo'yaymi desam nima? Orifjon, qo'l ko'tarib qo'ying endi. Sog'mi Sardorbek? Sardorbek nomeri qo'yib qo'yamiz. Aha. Bo'ldi, eta kamina. Qarasizlar, charchamayapsizlarmi? Ancha bo'ldi video qilmayotganimga. Bir yildan o'tib ketdi shekilli. Umuman yoqmay qoldi video qilish ham. Hozir prosta o'rtoqlar bilan yangi sostav. Yangi shtuka turchining ustalari bilan qilyaptim. Esdalikka olib qo'yay dedim. Aha. Mana bu tomonlar birinchi tomonlari qilganmiz. Shtuka turkani qilib, bu yerdan endi fasadniy panel yopishtiriladi, g'ish-g'ish beton, fibra betonga o'xshagan. Xo'p, mana sliflar, latoklar, araqlar, fronton, xudo xohlasa, old tomonda ham hozir ko'rsataman. Bunaqa ishlar qilyapmiz. Xudo xohlasa, issiq bo'lyapti. Issiqda erta bilanda bir 1-2 soat mashqdan quyosh chiqadi, 1-2 soat ana qilib turibmiz, dam olib turibmiz, keyin yana ishga tushib ketyapmiz. Kechgacha qorong'igacha 9 gacha ish qilyapmiz. 12 soat ish qilyapmiz-da. Endi dokumentlar yaqinda chiqdi. Bir haftacha bo'ldi, bir haftadan maqa ish qilyapmiz. Ungacha yashinib ish qilyap turdik. Hikmat ishtiroklardan to'lab chiqdik. Endi hozir dokumentlarimiz joyida. Mana bino oldidan ishga turkalar bo'lgan. Frontollar kecha bo'ldi. Mana bu tomon lesasini olib yoqqa qo'ydik. Tayyor. O'sha ozgina tomon ichkarilar ham ishga turka bo'lib, bir qator rodmon urib, lifkaska, ya'ni shpakilovkaga tayyorlab qo'yilgan. Xudo xohlasa, nasib qilsa, santexnikani boshlaymiz shu binoga. Polni 2 etajga to'plib bor. Sog' bo'lasizlar.